2-3 oylik buzoqchalarni 10 oy boqib qancha foyda ko'rdik, qancha xarajat qildik. $100, 200, 300 dollarga buzoqcha olib boqaman deganlarga bugun ajoyib video bo'ladi. Videoga bir like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. O'zim olgan may oyida 2025-yil mayda 1-chisi olib kelgan mollarim bittasini so'ydim. Hech qanaqa kasal emas edi, hech nima emas edi. Prosta bergan va'damiz bor edi qo'shnilarga so'yib tarqatdik. 4 ta oyog'ini 4 odamga berdik. Bugun qancha bo'ldi, qancha xarajat bo'ldi, hammasini bilib olasizlar. Rossiyada mol boqsanglar, ya'ni qanaqa mol boqish kerak, uni ham aytib o'taman. Davay. 2025-yil 1-may kuni 10 ta buzoqcha olib kelganmiz. 3 tasini men o'zim olganman, qolganlarini qo'shnilarga tarqatganmiz. Shuni biz 10 oy boqib, 7-mart, 6-mart kuni o'rtacha eng kattasini mana buzoqchalar ko'rishlaringiz mumkin. Kelgan vaqti bularda bo'yi qanaqa edi? Kilogramlari o'rtacha 70-80 kilogram edi, o'rtacha. Mana bu buqani so'ydik, mana ko'rishlaringiz mumkin. Buni men istoriyaga qo'yib aytganman, qancha go'sht beradi deb juda ham ko'p taxminlar bo'lgan. 180, 160, 120, 110 dan boshlangan, 180 gacha aytishgan. Bizga bu qancha kilogram go'sht berganini bilasizmi? Bu buqamiz bizga go'shtini ko'rishlaringiz mumkin hozir. Mana mashalloh deb qo'yinglar. Mana go'shti bu oldingi peridniy часть, bitta bu orqa oyog'i, mana bu oldingisi, mana busi yana orqangisi. Jigarlar, общий 147 kilogram chista go'sht berdi. 147 kilogram. 590 rubldan общий optimga topshirdik. Общий optimga. 87 ming rublga yaqin pul bo'ldi. Biz buni 32 mingdan olganmiz bu buzoqchalarni. 10 mingdan 15 ming rublgacha rasxod qilganmiz har biriga. Endi qilgan foydamiz 35 mingdan 40 ming rublgacha hisob kitob qilaveramiz. Qilgan foydamizni. Demak, biz kichkina buzoqcha olib, unaqa katta foyda qilmas ekanmiz. 1 yilga yaqin boqib, ya'ni 10 oy boqqanmiz bularni, 10 oy. Shuning uchun men sizlarga albatta shu tavsiya beraman. 250 kilogramdan 350 kilogramgacha buqa olish kerak Rossiyada. Atkorim uchun so'yishga. Agar yo'q, men kichkina buzoqcha olib, sal katta bo'lganda, ya'ni 200-250 kilogram bo'lgan payt sotib olaman yo'q desanglar, unaqa bo'lsa ham bo'ladi. Faqat kolичествоni ko'p qilish kerak. Kolичество oz bo'lsa, sizni rasxodlaringiz bilan qoplamay qolishi mumkin. Yana qanaqangi savollaringiz bo'lsa, Rossiyada mol boqish bo'yicha kommentariyaga bersanglar, eng zo'r kommentariyaga video qilib javob beraman.